Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima u? Конечно, qo'rningiz ochligidan ham yoza qasib bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Nima gaplar? Dilimmi haqida gapiring. Gapirdim, u hali gapiraveradimi? Qayta. Mehmonga keling bizaniki обязательно. Обязательно, go'zalim. Что насчет суда? Идет. Я же вам рассказала, что долго. Turkiyada yashaydiganlar biladi. Nega sizni yaxshi ko'raman? Jon chiqsa erga ham bering, joy chiqsa erga ham bering. Mazza qilib erga teging. Assalomu alaykum, onam ketibsiz. Rahmat, go'zalim, rahmat. Bokra bo'laylik. Qachon kelasiz mehmonga? Bugun kech bo'lib qoldi, saharlab turib boraman. Assalomu alaykum, Jasmin, yaxshimisiz opa? Sochingizni Dysonda o'zingiz qivyapsizmi? Zo'r chiqibdi, ha? Дайсонда o'zim qivyapman. Очень идет кудря. Спасибо. Вы просто красавица. Спасибо. Munjara hozir skidkada $350 подряд. Natlar ham skidkada $80. Assalomu alaykum. Вам идет такие волосы. Siz Munisa Rizayevaga o'xshaysiz. Да. Go'zalsiz, rahmat. Shunaqa prichoska yarashadi. Rahmat. Voy, go'zalsizmi? Nat Koreyaga dastavka qilasizmi? Yo'q. Hozir dukilarimiz ham skidga talamon bo'lyapti. Talamon ko'rsanglar. Talamon bo'lyapti. Skidkada talamon bo'lyapti. Talamon. Buniki qilgan uzilib ketdi, ana nimasi remeshogida bunday tishi bor-ku, dushda cho'milayotib machalkaga ilinib qolib, bunday ochilib ketdi. Vaqt bo'lmayapti shuni to'g'rilatib kelgani. Pro Max oldingizmi? Birinchi kuningiz oldim-ku. Dukilar shunaqa talamon bo'lyapti. Chek ko'rsataman, qo'rqib ketasizlar. Mun qaranglar. Cheklarda $30 qilib qo'yganimizga talamon bo'lib ketdi dukilar, talamon. Dukini o'zini $30, sprey bilan kremini $10 dan qilib qo'ydik, talamon bo'lib ketdi. $50 nabor. Munjarani hamma dozasi bitta narx. Opa Moskvadan boraman, Istanbul biror nima kerakmi? Opa Moskvadan boraman, Istanbulga biror. Yo'q, hech narsa kerak emas. Sovuq bo'lgan isroq kiyining. Voy, menga javob yozing. Xo'p, opa rosa ochilib ketibsiz. Doim shunaqa yuring. Duki qancha bo'lyapti? Duki qancha bo'lyapti? O'zbek pulga? 330 ming sevolish. Duki 330 ming. Assalomu alaykum, men Tojikistondan. Assalomu alaykum jonim. Menga bunday yozib yuboring, prямой efirga. Xatmicha qilib qo'yaman. Shahrisabzdan salom. Shahrisabzga salom. Вы очень мудрая женщина, обожаю вас. Жасмин, какая вы обалденная царица. Pul qachon? Nima degani u pul qachon? Pul ertaga, bugun kech bo'lib qoldi. Nech pul kerak o'zi? Nech pul kerak? Ovozingiz juda nima ichyapsiz? Menmi? Nat qilyapman, nat.
Jasmine ko'p like yig'ish nechasida bo'ldi o'zidan. Jasmine ko'p like yig'ish nechasida bo'ldi o'zidan bechorani yasab like yig'ibdi. Ну, это meni problemam emas, asali. Duhi Urganch dastavka bormi? Bor. Malohat yozdingizmi? Chiqmadi. Munisa bilan rosa o'xshaysizlar. Opamda, jigarimda, jigar go'shamda. Bugun kimni g'iybat qilamiz? Hozir g'iybatni boshlaymiz. Kim bor ekan, kim yo'q ekan qadim zamonda hech kim sezmas arolda yashar ekan bir haromi. Opa menga duhi podarka qiling, so'rib qo'ying opa. Dastavka duhi hamma joyda dastavka bo'lib yotibdi. Braslet nechi pul? Bilmadim. 2400 mi? Shunaqa hozir qarayching. Anaqa sabachkasiz yozing. Sabachka. Tojikiston можете отправить духи? Нет. O'zbekiston, Moskva и anaqa Turkiya bo'ylab chiqmayapti. Mana ham endi chiqdi. Mana Malohatda zakrepit qilib qo'yaman kommentariyasiga. Yozsanglar Malohat sizlarga anaqa qiladi. Berib boradi. Dastavka bor Moskvaga, Turkiya bo'ylab har bitta mamlakatiga, O'zbekistonda har bitta rayoniga, qishlog'iga, hamma yoqqa, hamma viloyatga jo'natib beramiz. $30 bo'lib qoldi. Duhini o'zi $30, ichi O'zbekistonda yana ichidan labubu ham chiqadi. Uyga sepadigan, pardalarga sepadigan spreylarimiz $20 nabori bo'lib qoldi, kirmoshnaga qo'shadigani bilan. Mazza qilib ishlatinglar. Dilimmi haqida, o'sha dilimmi haqida gapirib o'tib ketdim o'tkazib var primoy efirda. Mana shu Malohatga yozsanglar Telegramni, mana shu Malohat 7 pastki chiziqcha 7. Duhizga o'tirdingizmi? Jim bo'lib qoldingiz, zubdayu deb. Opa, gapirgandan nima foyda? Gapirgandan podpishchigini ko'paytirib beryapman. Nima foyda? Ko'tiga tiyqa o'tirib sikish kerak-ku. Ko'tiga bunday qilib sikish kerak-ku. Dishmanskiy odamlar bilan ko'tiga jim bo'lib turib sikish kerak. Shoshmay turing hali. Andijondan salom, Andijonga salom. Antalya issiq zo'r havo. Alaniyaga ketamiz, mebelimiz tayyor bo'lyapti. Запомните раз и навсегда. Bu dunyo puli ko'plar uchun. Puli kamlar hech qachon выживать qila olmaydi. Sikamiz любой способом. Tixo siking, конечно. PR qilib to'pga chiqarib bergandan ko'ra tixo sikkanim yaxshi. Bular bilan sikamiz. Omatim bilan sikaman uni. Men omatim bilan ko'ryapsizlarmi? Omad bilan sikish kerak. Qachon kelasiz? Men ham Alaniyada oteldaman. Men o'zim uyimga boraman. Hozir mebellar to'g'rilashvasin. 20 kunda mebel tayyor bo'ladi. O'sha uстановить qilishadi, boraman. Hamisha oldimda bo'ling. Jasmina hamisha oldimda. Mana Malohatga yozing, shu yerda bo'lsangiz mototsikldan chiqarib yuboramiz. Xohlasangiz uyimizga kelib olib ketishingiz mumkin. Hamma yo'q nalichida bor. Restoranga keldik ovqatlangani. Lunch kelyaptimi? Javob beryapti. Duhiylar, skraplar $30 bo'lib qoldi. 3tasi всего лишь $30. Mazza qilib yuzinglar tip-tiniq bo'lib, teringlar tip-tiniq bo'lib yurasizlar. Doğru açık bir yemekle beraber mi açalım?
Munzara necha kilo olsa bo'ladi? Bilmayman endi opa, bilmayman endi men anaqa nima emasman-ku. Как bu nutritsiolog emasman-ku, uni sizga aytib bergani qancha ozishingizni. Qancha skrap yozing mana malohat 7-7 ga $30 deb olish. Ya'ni bana endi bular xalq hisoblasan, hozir valyutada 1000 bo'ldi. Endi shundan beri hozirda aytaylik. Nimani? $10 bo'ladi. $30? Ha. Bu asa 330 deb 360. Ну, ничего страшного, 30-30 отдай. Ничего страшного. Hozirgi valyuta bilan unda qo'ydim. Ha, bo'ldi, hech qisi yo'q, berib yuboring. 330 ming deyaptimi? Ha, bo'ldi, berib yuboring 330 mingga. Ha, berib yuboring. Mayli. Hozir shuni Mayli, hech qisi yo'q. yo endi hayron bo'lyapman. Skakali sразу так. Ну, это же хорошо. Mayli, bering. Odamlar xursand bo'lsin. Yo'l kirani ko'ring. $30 seb olish. Nima dey? Ayting, gapiraman. Qornim och. Munzarani deb zavtrak qilmaganman, obed qilmaganman. Hozir endi ujin qilaman bir yo'la. Lontik harakatlari qanday? Lontik pismiq. Agar lontikni o'rnida men bo'lganimda o'sha situatsiyada burnini sindirardim. Lontik pismiq. Pismeyib yuraveradi har doim. Sumka bilan aylantirib sotayim bo'ladi. Da, betiga u buni mana joyiga qirsilloq qilib. Dilimini gapiring. Voy sikib bordingiz dilimingiz bilan. Men nima qayta gapiraveraman. Bitta narsani bor yo'qol. Lo'lipar, erinchoq. Мужской парфюм будете выпускать? Нет. O, Nilüfer'de gapiryapsizlar, menga chek kelib yotibdi Nilüfer'dan. Ko'ryapsizlarmi? Nilüferxon tinmay chek tashayapti ana. Tinmay chek tashayapti Nilüferxon. Nukusga dastavka bor. Nukusga dastavka bor. Yozing. Yana malohat 7-7. Turkiyaga menimcha yo'q, ko'rchi sigaret chekib turibmiz, qari chol keldi. Bundan sigaret ko'rsatib, bundan deyotdi, Guliga nima deyapti? Desam, pul so'rayapti dedi. Shunday olib 400 lir chiqarib bersam, menga kerak emas, puling desa bo'ladimi? Sharmanda hamma qarab turdi, yer yorilmadi, yer dejib ketmadi. Anaqa, pepelnitsa. Skrap rublga qancha bo'ladi? Hozir men valyutada qarab aytaman. Rublda. Rossiyskiy. Rossiyaga lekin dastavkamiz juda ham ko'p. Bir 4 chimadanmi chiqadi. Dastavkamiz juda ham ko'p Moskvaga. Asmatiklarga yordam beradi. Именно asmatiklarga juda ham zo'r yordam. 2,5 ming, skrap 2,5 ming, 3tasi 2,5 ming. 3tasi sevolish 2,5 ming. Mana malohatda Telegramga yozsangiz, Natga skidka bormi? Ha, Nat hozir arzonlashdi, $80 dan Nat. Alfredo.
Sankt-Peterburgga afsuski yo'q. Moskvadan olib keta olsangiz, Moskvaga jo'natib berishimiz mumkin. Qo'y sassiqligini Alfredo'izdan noskini hidi kelyapti. Ay, hidlarni yomon ko'raman. Siz kechagi skidkada zakaz qilgansiz-da, opa? Kechagi skidkada zakaz qilgansiz. Endi bugun o'zgardi. 100 dona qoldi, shuni sotib tugatishimiz kerak. Skidka qildik, asalim skidka qildik. Oxirgisi qoldi. 1000 ta chiqargandik, 100 tadan qoldi. O'shanga skidka qilib yordik. Sizlarni mazza qilinglar deb skidka qilib yordim. U ham talamon bo'lib ketdi. Где-то 30 tami, 20 tami qoldi. Voy, ana go'shtlarim keldi. Çıtır salata. Salatam yeysizmi? Çoban salatası. Och ko'z ekansiz, Kaşarlı pide. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bitta g'iybat qilmoqchi edim. Kechroq g'iybat qilaman. Kechroq aytib beraman g'iybatda. Non. Tavuk salata. Çoban salatası. Ikkita zakaz qildinglarmi? Chabanni. Ha, mana chaban. Qo'ying. Tamam. Ikkita zakaz qilibsizlar. Yo'q, siz buni yeysizmi? Qarormi? Yoqimli ishlar, rahmat. Zo'r g'iybat bor, hozir utashingiz qilsam sizlarga aytib beraman. Nimani so'rogi bormi? Ovqatlan bo'lib, men sizlarga zo'r narsa aytib beraman.